Moziga qaytib ish ko'rish xayrlik deydilar. Shunga ko'ra mavzuni moziydan, yaqin o'tgan kunlardan, tariximizning eng kirlik, qora kunlari bo'lgan keyingi xon zamonlaridan belgiladi. Ko'rasizmi bu ikki gunohkorni? Xo'sh, ular nima uchun bu jazoga mustahiq bo'ldilar? Bilasizlarmi? Ularni men, siz og'aynilarning qipchoqlar qo'lida chakib ketgan qarindoshlaringiz ruhini shod etish uchun men o'ldirdim. Men. Yoki mening bu harakatlarim adolatdan emasmi? Qaro. Sizlarga qilgan bu xizmatlaringga qarshi qipchoqlar, qasdimg'i cho'rlar, ular hokimlikdan azizlatmoqchi, o'ldirmoqchi ham bo'lurlar. Bu ehtimolga siz qanday qaraysiz? Otabek o'g'lim, Toshkent ustiga yana qonliq bulutlar chiqdi. Bunda Azizbek qandaydir bir kuchga tayanib, Qo'qonga isyon etdi. Balki bu gaplar Marg'ilonga ham eshitilgandir. Bu kun Kirovchidan 5000 sipohla Nur Muhammad Qushbegini Toshkent ustiga buyurilganligini eshitdik. Fuqaroni tag'in qandoq ko'rguliklari bor ekan o'g'lim. Boshqa so'zlardan ham ortiqroq esinga shuni solib o'tayki, siyosat to'g'rilarida o'ylanibroq so'zlar. Shuni ham aytib qo'yayki, bu tengsizlik bosilmaguncha Toshkentga kelmasliging maslahatdir. Mendan Hasan Aliga salom ayt. Addoy otang Yusufbek hoji. Parvardigor ulug' hojimizga uzoq umr bersin. Allohu akbar. Tinchsizlik bosilmaguncha Toshkentga kelmasliging maslahatdir. Undoq bo'lsa, sira tinchimangiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Alaykum. Taqsir, Otabek shu saroyga tushdimi? Ha? Ichkaridagi hujraga o'tavering. Ular o'sha yerga joylashishgan. O'tavering. Toshkentdan kelganlar. Ha. Xuddi o'shalar. Rahmat. Qani, marhamat. Rahmat. Begaga
Mumkinmi? Keling. Kelingizlar. Assalomu alaykum. Va alaykum Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va Assalomu alaykum alaykum. assalom. Vaqtsiz Assalomu kelib alaykum. sizni tinchsizladik. Tinchsizlamadingiz. Bilaks, quvontirdingiz. Qani, marhamat. Yuqoriga Qani, o'tingizlar. Bismillah. Qani, Bizni tanimadingiz bek aka. Men shu yerlik Ziyo Shohchining o'g'li bo'laman. Ismim Rahmat. Bu kishi tog'amiz. Xomutvoy bo'ladilar. Otam Toshkentda bo'lganlarida sizlarnikida ko'p marotaba mehmon bo'lgan ekanlar. Otamizning siporishlari bilan ziyoratingizga keldik. Shunday. behad xursandman. Ota, ba'zi yumushlar buyursam. Buyuringiz o'g'lim. Bo'lmasa, bizga bir choy damlab bersangiz. Xo'p, begim. Bu kishi kimingiz bo'ladi, bek aka? Qulimiz. Qulingiz? Shundoq. Bek, uylanganmisiz? Yo'q. Menimcha uylanishdek nozik bir ish dunyoda yo'qdir. Uylangach xotining ta'binga muvofiq kelsa, bu juda yaxshi. Yo'qsa, bunchalik og'ir gap dunyoda bo'lmas. So'zingiz juda to'g'ri. Ammo shuni ham qo'shmoq kerakki, oladirg'an xotiningiz sizga muvofiq bo'lishi barobarida er ham xotinga muvofiq quttab bo'lsin. Xotinga muvofiq bo'lish bo'lmaslikning uncha keragi yo'q. Xotinlarga er degan ismning o'zi kifoya. Albatta, ota-onalarimizning ixtiyorlari bilan uylanish azaliy udumlarimizdandir. Buni inkor qilib bo'lmas. Ammo u xotin sizga muvofiq kelmasa-chi? Jiyan, xotini muvofiq emas deb zorlanib yurish er kishining ishi emas. Unisi yoqmadimi, boshqasini ol. Vassalom. Masalan, ikki xotinlikning bittasi sizmi? Uyingizda har kun janjal. Sendek yigitlarga bitta xotin ham ko'plik qiladir. Men esa xotinni 3 ta qilishga ham o'yim yo'q emas. Ha, sizga taraf yo'q, tog'a. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Kel. Qani olinglar. Olinglar. Qani? Rahmat. Shahrimizda Mirza Karimboy otliq bir savdogar kishi bor. Uni shundoq bir ko'hlik qizi borki, uylari Poyazal rastasining yonginasida. Hovlisi yonidan katta bir ariq Jiyan. aylan. Turaylik. Uzr. Endi biznikiga qachon mehmon bo'lasiz, bek aka? Otangiz qaysi vaqtni ixtiyor qilsalar, men ijobat eturman. Salomat bo'lingiz. Ha, shuni ham sizdan so'rayin. O'ltirishga begona kishilar ham aytilsa mumkinmi? Masalan, o'zimizga yaqin kishilardan Mirza Karim Qutidor. Mening uchun farqsiz. Assalomu alaykum. Qani mehmonlar, dasturxonga marhamat qilinglar. Xush kelibsizlar. Olinglar. Qani? Olib o'tiringlar. Toshkent notinchmish. Ha, aytganday, Hoji akamiz qanday ish bilan mashg'ullar? Toshkent begi yonida mushovir sifati bilan turadirlar. Azizbek bu kunda ham Toshkentga hokimdir. Shundoq. Hokimingiz juda zolim emish. Bu to'g'ri so'zmi? To'g'ri so'z. Azizbek zulmidan aholi juda to'ygan. Otangiz Azbekni mushoviri ekan. Nima uchun biroz bo'lsa ham uni yo'lga solmaydir?
Kechirasiz amak. Keyingi vaqtlarda Azizbek Qo'qonning yorliq u farmonlarini iltifotsiz qoldirmoqda. Shu holatda nahotki u otamning mushovirligini inobatga oladir deb o'ylaysiz? Savdo bilan qanday shaharlarga bordingiz, bek? O'zimizning shaharlardan ko'pini ko'rdim. O'ris shaharlardan Shamayga ham bordim. Ha, hali siz Shamayga ham bordingizmi? Men Shamayda O'risning idora ishlarini ko'rib, o'z idoramizning xuddi bir o'yinchiq bo'lganligini iqror etishga majbur bo'ldim. Shamayda ekanman, vatanimga uchsam, xonga arz qilsam, xon ham so'zimni eshitib, ularning idora tartibini dasturul amal etishga buyursa. Ammo bu yerda so'zimni eshitguvchi birov bo'lmadi. Dar haqiqat, Mozoristonda Hayya alal falah xitobini kim ham eshitardi? Bizni shu holga tushishimiz o'z fe'l-atvorimizdan. To'g'ri. Xudo kofirra dunyosini bergan. Menimcha O'risning bizdan yuqoriligi uning ittifoqidan bo'lsa kerak. Ammo bizning kundan kunga orqaga ketishimizga o'zaro nizomiz sabab bo'lmoqda. Bu kungi qora cho'pon va qipchoq nizolaridan nima manfaat? Bundan foydalanuvchilar faqat evogar boshliqlarginadir. Uzr. Mayli, bemalol. Har qalay otasini bolasida. Umri uzoq bo'lsin. Yigitlarimiz ichida eng aqlligi ekan. Ha, Otabek do'y yurak yigit ekan. Darvoqe, uylanganmi? Yo'q. Lekin ulug' hojamizning qat'iy niyatlari shu safardan qaytg'ach bekni uylantirishdir. Balki begingizning ta'malari xon qizidadir. Bilmayman. Biroq xon qizini olsa arziydirgan yigit. Yoki sizga uning biror aybi ko'rindimi, Mulla Homid? Kechirasiz ota. Bizni Homidboy shunaqa qo'lansa gaplar uchun yaratilgan odam. Mana bu eshik bizniki. Albatta, bir kuni biznikiga marhamat qilasiz. Tuzukmi? Rahmat. Xudo xolasa. Xo'p amak. Rahmat. Salomat bo'ling. Omon bo'ling. Xayr. Xayr. O'g'lim Otabek, xomush ko'rinasiz. Biror sir o'tdimi? Yoki Yo'q, ota. Tinchlik. Ketdik. qani? Agar shu xonadonga ko'z tiksang, teringni shilib olaman. Bekka nima bo'ldi ekan? Hardam xayol. Negadir shashti past. Qora ko'zlari, kamon qoshlari, oy kabi yuzlar, kulib boqishlar, cho'chib qochishlar. Bek oshiq.
Mehmonlar qanaqa kishilar ekan, tanidingmi? Naq siz yosh mehmonni ko'rmabsiz, bu dunyoga kelmabsiz. Shunaqa chiroyli, voy biram aqlli. Tag'in eng yuqorida o'tiradir. O'zi ham naq bizga kuyov bo'ladigan yigit ekan. Ana Kumush. Eshitdingmi opangning so'zlarini? To'ybek aka senga er topgan. Sen bo'lsang boshim og'riydir deb yotasan. Qolgan xizmatlaringizning bittasi endi menga er topishidi. Voy, Senam hali bilmaysan-da. U yigitni bir ko'rginu, hu deb ketavergan, ha. Sen tugul shu yoshimda meni ham kim kelib ketdi-da unga. tezroq tegib qoling. Qashga edi tega olsam, men uni bir tirnog'iga ham arzimayman. Ammo sen tenglashsang bo'lar-edi. Teng bilan, tezak qopi bilan-da. To'ybek aka tushma qo'ray. Holbuki Toshkent tarixda misli ko'rilmagan Azizbek kabi vahshiyni faqat shu musulmon qul qo'lidan oldi. Modomiki o'z g'arazi yo'lida istibdod orqali el ustiga hukmron bo'lguvchilar yo'qotilmas ekanlar, bizga najot yo'qdir. Barakalloh. Haq so'zni aytdingiz. Nima bo'ldi? Bu nima qo'rqish? Dasturxonni qoqatirib, mehmonxonaga qarab turgan bir odamga ko'zim tushib qoldi. Voy. Kim balo ekan o'zi? Qorong'ida yaxshi ajrata olmadim. Tusini xufton uchun qora xomutga o'xshatdim. Yana o'shami yo boshqami? Xudo bilsin. Chiroyli yigit, aqlli yigit deb maqti To'ybek akani ichagi uzildi. Kim edi u? Mehmonimiz o'sha edi. Toshkanlik Yusufbek Hoji Otliq yaqin oshnamning o'g'li. Ha. To'ybek akaning maqtaganicha bormi o'zi? Bor. Xudo kishiga o'g'il bersa, shundayni bersin-da. Tentagingni aqli balo. Kiroyi kuyoving shundoq bo'lsa. Ha, aytganingiz kelsin. Mahbubasi kim ekan? Kimmi qizi? Biror ebini qilsa bo'larmikin? Qutidornikida taomdan ham tuzroq totinmadi. Otabek yosh. Yoshlar muhabbati uchar qush. Balki tezda unutib yuborar. Unutmasa-chi? Menga yumushingiz yo'qmi? Hammom bormoqchi edim. Yumushim yo'q. Boraveringiz. Lojik gap.
Agar biz Otabekni bu yerda uylantirib qo'ysak, hoji xafa bo'lmasmikan? Yusufbek hoji unchalik aqlsiz kishilardan emaski bu gapga xafa bo'lsa. Ammo men iqtidor ko'nadimi, yo'qmi deb bu tomonini o'ylab turibman. Aytganingizdek masalani bu tarafi ham nozik. Qizimni musofirga bermayman deb qo'yarmikin? Bilmadim. Menimcha iqtidorni oldidan bir yo'la o'tmoq kerak. Xo'p desak-ku, xayr. Bo'lmagan taqdirda buni Otabekka yetkazsak, Zora shu bilan ko'ngli sovib tushsa. Bo'lmasa, iqtidornikiga qachon borilsin deysiz? Ixtiyor sizdadir. Shu bugun boramiz. Endi muborak bo'lsin sizga. Bu nima degan so'zingiz? Nima deganimni so'ramangiz va deganimga ishonaveringiz. Men bugun iqtidorning qizig'a sizni uylantirishga qaror qilib, qarorimni Ziyo Shohchi bilan amalga oshirdim. Ya'ni iqtidorning qizig'a sizning uchun unashib keldim. Nima harakat? To'yiga harakat. Erga kim tegadir? Kumush bobo. Kumush bobo kuyovni yoqtiradimi, yo'qmi? Bu to'g'rida uning fikrini bilish kerakmi, emasmi? So'zlash ham kerak emas, bildirish ham. Nega? Chunki odat shu. Oy, meni ham erga berganlarda senga o'xshash rosa yig'laganman. Ammo ichimda nikoh kunini tezroq kelishini kutib o'lganman. Toqatim tugadi, opa. Ortiq so'zlamangiz. Hey, bir ko'rsang edi kuyovni, bir ko'rsang edi. Ha, nima gap? Nima bo'ldi? Sen aqlsiz o'lgur kumushni uyaltirg'ansan. Bor, ishingni qil. Mana kumush bobo sizlarga qizlar. Voy, ochilib ketdi. Kiyimlar ham chiroyli qo'yinglar. Sizni ham chiroyli kelin bo'libdi-da. Sizlarga. Voy, aytganingiz. Nazmuxon, ayting, darpardalarni yopishsin. Voy, qizlar, nima uchun bu yerga yig'ildik-da? Yer chizib o'tiribmiz. Azo chiqali kelganimiz yo'q. Qani, turinglar, tura qolinglar. Qani, tura qolinglar.
edi yana yorimni bag'ishlardim hamma yo'g'u borimni agar yana ko'rsam edi yorimni bag'ishlardim hamma yo'g'u borimni Yig'lama, Kumush. Nima bo'ldi, Kumush? Nega yig'lading? Yig'laydigan hech narsa bo'lgan. O'zim ketdi, menga nima Sho'ringga sho'rva to'kilsin ha. Men shunday erni topib tegsam, boshim ko'kka yetgan bo'lar edi. Mana o'sha. Qani ko'z yoshini yashtiring. Siz laparni boshlang. Qani boshlaylik, qani o'ynaylik, qani o'ynaylik. Qani, xonim bibi, o'rtaga chiq. Kapaqay jahlimni chiqarma. O'zingga qiyin bo'ladi. Tarang qilma. Baribir akang qarag'aydan zo'rini topolmaysan. Balandroq ustida bir qizni ko'rdim. O'zi qora lablari qirmizni ko'rdim. Jadalab bordim, bir so'z qotay deb o'rgilay. Agar uyquda bo'lsa uyg'otaydi, yor uyg'otaydi. Qizilgul ochilib qildi nishoni, sani ishqing mani qildi divona. Sani ishqing menga haydab yopishdi o'rgilay. Mendan o'tishdi, bag'rim tutashdi, yor tutashdi. Qoshingning qarasi yursa ketarmi? Seningdek toza gul bog'da bitarmi? Seningdek toza gul bog'da bitganda o'rgilay. So'rab borsam bog'bon menga sotarmi? Yo sotarmi? Qoshingning qarasi aylana ketgan, anjirning soyasida bora ketgan. Anjirning soyasi so'ning bulog'i o'rgilay. Ancha ham shirin ekan yor firog'i, yor firog'i, yor firog'i. Oftob, kuyoving ko'hlikini ekan. Ikkovi ish qilib qo'sha qarisin. Iloyim aytganingiz kelsin. Marhamat. Jonim, Ushlamangiz. nega qochasiz? Nega qaramaysiz?
Men o'sha Ko'zlarimga ishonmayman. men ham Kutilmagan bir baxt. Men sizga hech narsa hozirlamagan edim. hozirlamaganingiz uchun o'kinasizmi? O'kinmangiz. Sizdan bir narsa so'rasam, ayamassiz. Ayamayman. Shu yerdan bir o'pish bersangiz, siz ham katta esdalik hozirlagan bo'lar edingiz. Uylanganmish. Qutidori qiziga uylanganmish. 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 Hey! Zarchobon bilan sallam olib kelinglar. Yaxshi keldingizmi? Imillama. Belbog'ni ber. To'g'rilamaysanmi? Qayerga yana shoshilyapsiz? Kechagina Qo'qondan qaytdingiz-ku. Bir piyola choy ichsangiz bo'larmidi? Nima? Qanaqa choy? O'zi ikki o'ynam jonimga keldilaring. Voy tavba, nima balo bo'lgan unga? Bilmasam, o'liging o'sha olida qolib itlarga yem bo'lsin. Joning uzilgur. Ha, bo'yinli hatta churisin. Janobi Padar Aruz, Shahanshoh musulmonqul Bahodir zamoni adolatlarida ham qora choponliklar hanuz tinch yotmay, yurtni qipchoq og'alariga qarshi oyoqlantirmoqchi. Ishini yana tadbirsiz qora choponliklarga topshirib, mamlakatni buzg'unlikka solmoqchi bo'ladilar. Nima deysan? U kim ekan Marg'ilonda? Bittasi mashhur buzuqi Toshkentlik Yusufbekning hozirda Marg'ilonda turguvchi o'g'li Otabek ismli yigitdir. Ikkinchisi uning qaynotasi bo'lmish Mirzakarim Qutidor. Haliya. Shunday taqsir. Sen bu gapni qayerdan bilding? Ularning sirli majlislarida bo'lgandim taqsir. Majlis kimnikida edi? Majlis o'rni yodimda yo'q taqsir. Yodimda yo'q. Taqsir, yodimda bo'lsa ham nozik bir joy edi. Nozik bir joy edimi? Agar hozir aytmasang, sen ham o'sha mutaham buzg'unchilar tashlanadigan chuqurga tashlanasan. Taqsir, kechiringiz taqsir. Kechirish yo'q. Sizga atagan nazarimiz bor edi. Badbaxtlar shunday maslahat qildilarmi hali Hamidboy? Ha, taqsir. Qani aytchi, Hamidboy, mutahamlar kimlar edi?
Berroq kelinglar. Otabek degani sizmisiz? Taqsir, man. Toshkentlik Yusufbek hojining o'g'lisiz. Taqsir. Hozir Marg'ilonda turasizmi? Taqsir. Marg'ilonga nima yumush bilan kelgan edingiz? Savdogarchilik bilan taqsir. Bu kishi kimingiz bo'ladi? Qayinotamiz. O'zingiz Toshkentlik bo'la turib, nima majburiyat ostida Marg'ilondan uylandingiz? Javob beringiz. Taqdir, taqsir. Marg'ilonda kimlarni taniysiz? Marg'ilonda 3-4 kishidan boshqa odam tanimayman. Majlislaringiz kimnikida bo'ldi? Birinchi majlisimiz bundan bir oy chamasi ilgari Ziyo Shohchinikida. Ikkinchisi bu kishinikida bo'lgan edi. Majlislaringizda kimlar ishtirok etdi? Men Ziyo Shohchi. Bu kishi Ziyo akaning o'g'li Rahmat, Akrom hoji, Hasanali va Xomid ismli yana bir kishi. Yaxshi. Aytingizchi. 40 kunlab Marg'ilonda qolishingizni sababi nima edi? Ma'lumki, hozir Toshkent qamal holatidadir. Shunday vaqtda Toshkentga qaytishni o'zi aqlsizlik bo'lardi. Qora chaponchi bo'lganingiz uchun Qipchoq og'aylaringizdan qo'rqdingizmi? So'zingizga tushuna olmayman. Otangizni sizga bergan vakolati qayerda qoldi? Qanday vakolat? Xudo haqqi uchun ochib so'zlangiz. O'zingizni tag'ofilga solmangiz, bek yigit. Otangizni kim ekanligini, sizni Marg'ilonga nima uchun yuborganini, Qutidor bilan munda qanday ishlar qilmoqchi bo'lganligingizni barchasini hujjatlari bilan bilamiz. Siz Marg'ilonlik og'ayinlarni Qipchoqlarga qarshi oyoqlantirmoqchi bo'lasiz. Buni ham yaxshi bilamiz. Ya Allah. Bunda zo'r tuhmat bor, taqsir. Otamni Qipchoq dushmani meni Marg'ilon og'ayinlarini isyonga hozirlash uchun kelgan deb o'ylaysizmi? O'ylamaymiz. Ammo yaxshi bilamiz. Iqtidorni sizga nima uchun qizini berib, kuyov qilganiga ham yaxshi tushunamiz. Yo tavba. Biz bu daqiqada go'yo bir evogar, isyonchi bo'lib tanilib turibmiz. Lekin biz na Qipchoqlarga tarafdor bir kishi va na shaharlik og'ayinlarga ikki birodar xalqni bir-biriga qarshi qo'yish niyatida emasmiz. Otamning Azbekka yaqin turishi Qipchoq dushmani, Qorachopon tarafdori bo'lgandan emas, balki ikki oradan elni tinchitay, el ham rohat tirikchilik qilsin degan maslakka, Turkiston xalqlarining istiqboliga bir xizmat qilmoq uchundir. Taassufki, otamning Azbekdan bo'lgan umidlari boshqa ketdi. Har holda sizning yaxshi niyatli kishilar bo'lmaganligingiz ko'zimiz o'ngidadir. To haqiqat oshkor bo'lgunchalik har ikkingiz zindonda qolarsiz. Xo'sh. Qipchoqlarning bugungi hujumi qay vaqtda bo'ldi? Tong yorir yormas, Oqtepa tomondan to'p otildi. Bizdan yolg'iz 5 kishi o'lib, 9 tasi yaralandi. Barakalla, barakalla. Ularning orasida Normat Qipchoq o'rindami? Yo'q, taqsir. O'rxon yaqiniga yo'lamadi. Yo'laganda o'shanda hozir bo'lmoq kerak. Davlatlari yori bersa, albatta bizning muddao ham shunda. Barakalla. Men sizlardan rozi.
Kimdir keldi? Nega qarab turibsan? Darvozaning ustiga chiq. Xo'sh, kim ekan u it? Bir chol taqsir. Qani? Ichkariga olib kel. Ham bo'ladi. Bu bizning Hasan Ali-ku. Kel Hasan Ali, kelaver. Taqsir. Chiq. Assalomu alaykum, hoji. Lekin Hasan Ali hoji, nima gap? Tinchlikmi? Musibat. Otabek qayerda? Otabek zindonda. Parvardigorim, keksaygan kunlarimda toqni ko'rsatma. Ko'p qayg'urmang, hojim. Biror chora topilar. Hasan Ali, zinhor uning qamalganini onasi bilmasin. Albatta, hojim. Endi menga bundoq o'g'il kerak emas. Oq sutimni oqqa, ko'k sutimni ko'kka sog'dim. Endi Toshkentga kelmasin. U o'z boshimcha betiq. Bitti o'g'lim. Ko'zimni oq qorasi o'sha Marg'ilonda qolib ketaveradimi? Qolib ketaveradimi? Bu kun erta o'g'limni orzu havasini ko'raman deb intiqib o'ltirgan edim. Mendan ayirdi qo'ydi. Jivor nimak. Menga qarang. Es hushish joyidami o'zi? Barcha ixtiyori o'g'lingizga topshirib, bolani bola qilmadingiz, bir balo qildingiz. Mana axir oqibat. O'g'il o'stirish bu turda bo'lmas. Ul tilasin, tilamasin, sharti tilagingizni qiling-da. Bilmaysiz o'g'il tiyishni. Nima qildiysan endi? Uni Toshkentdan uylantirib qo'yish kerak. Boshini bog'lab qo'ymagunimizcha Marg'ilon balosidan qutula olmaymiz, bekotasi. Qani o'g'ling Marg'ilondan kelsinchi. Bir gap bo'lar. Unda bek otasi olim pansatnikidan boshlayman. Ha. Yoki yolg'iz o'g'limni Marg'ilonlik jodigorga bermayman. O'zim juhud domlani yoniga borib, uni amalini sovutib kelaman. Shunday odamlarni o'limga mahkum qilishadi. Bechoralarga javol To'xtanglar! Qushdagi janoblari mahbuslarni qaytarishni buyurdilar. Mahbuslarni qorga qaytaringlar. Qorboshi, Labbay taqsir. shallarni yeshingiz. Xo'p bo'ladi. Berroq kelinglar. Otabek,
Siz o'zingizning gunohsiz ekanligingizni isbot qila olasizmi? Yo'q. Isbot uchun vijdonimdan boshqa shohidim yo'q. Yaqin orada Toshkentdan biron bir narsa olganmidingiz? Ya'ni nima? Masalan, xat. Oldim. Isbotim ham bor. Odam qo'shsangiz, men keltiray guvohimni. Tinchilaning. Tinchilaning, Otabek. Nima olgan edingiz? Maktub. Kimdan? Otamdan. Qachon? Toshkentda isyon boshlanishi oldidan. Otangiz o'sha xatda nimalardan bahs qilar edi? Tushunmagan Toshkent xalqini Azizbekning makriga uchraganidan. Eng oxirida menim shu holga tushmog'imni karomat qabiridan so'zlab, menga bir muncha nasihatlar ham qilgan edi. Mana bu. Qanaqa maktub? Taniysizmi? Otamning maktubi? Taajjub. Buni kim keltirdi sizga taqsir? Mana Najot farishtasi. Otajon. Sizmi? Kumushmi? Men. Qizim. Otajon. Qo'lingizdagi maktub bilan ehtimol biz oqlangan chiqarmiz. Sizning adolatli hukmingizdan bir narsani so'raymiz. So'zlangiz. Bizning to'g'rimizda yomon maqsad bilan sizga chaqimchilik qilguvchi ig'vogar va g'arazgo'ylar shu majlisga hozirlansinlar-da, o'z jazolarini olsinlar. Inshaalloh. Talablaringiz o'rinliq. Qorboshi, labbay taqsir. Ana u tuhmatchilar qo'lga olinsin. Xo'p bo'ladi taqsir. Menim sizni o'rdaga chaqirganim sababini albatta bilmagandirsiz. Taqsir. Chaqirishingiz fuqaroning tinchligi, rayoning rohati va hukumatning barqaror turmog'i uchundir. Shundoq. 70 kunlik qamaldan keyin xazinamiz juda g'ariblandi. Hatto sipohlarning ozig'i uchun ham qiynalib qoldik. Mana shu to'g'rilarida sizni kengashga chaqirgan edim, hoji. Ma'qul taqsir. Men bu to'g'rida hatto qarorga ham kelib qo'ydim. Qaroringiz muborak bo'lsin. Qarorim shundan iboratki, siz ertadan yurt boshiga 32 tangadan soliq sochasiz. Taqsir. Amringizga qarshi tushadigan joyim yo'q. Lekin shunisini ham biroz o'ylamoq kerakkim. Yurt 70 kun qamal kechirdim. Onadan tug'ma azoblar, ochliklar o'tkardi va o'tkarmoqda. Menga qolsa shu kunlarda 32 tanga emas, 32 qora pul solish ham og'irdir. Yurt 5-10 kun orqa o'ngini olsin. Agar so'ngra Nima deysan? Nima deyapsan? Taqsir. Siz yerda ekansiz. Ertaga emas, bu kundanoq yig'a boshlayman. Yurt qani bermasin-chi. Faqat siz menga buyursangiz bo'ldi. Xudaychi, hojiga kimxob to'n kiydiring. Men qonxo'rlik uchun Xudoning farz qilgan hajini ado qilmadim. Oldimda o'g'lim bor. Vijdon bor. Din bor, diyonat bor. Xalqni talashingga yo'l qo'ymayman, Turkiya.
Bu qilmishingga hali pushaymon bo'lasan, Azizbek. Yusufbek hojidan sizga maktub bor. Toshkentliklar Azizbekka qarshi qo'zg'olon ko'taribdilar. Ular bizdan madad so'rayaptilar. Qamchibek, zudlik bilan yigitlarni Toshkentga qaytaring. Xo'p bo'ladi, taqsir. Begim! 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 Gapir gapingni. Yusufbek hoji xalqni bizga qarshi qo'zg'atdi. Qurollangan olomon o'rta tomon kelmoqda, begim. Nima deding? Qo'zg'olon? Tezroq sipohlarni yig'ib, olomonni yo'lini to's. Yugur, xo'p bo'ladi. Ko'rnamak hoji, teringga somon chiqaman. To'xtanglar! To'xtanglar! Tarqalinglar! Azizbekni qahriga uchramanglar! Tarqalinglar, bo'lmasa hammangizni otib tashlayman! Oxirgi marta takrorlayapman! Mazlumlar dodig'a o'zining adolatli qilichidan yetishuvchi musulmon qul qipchoq xizmatlariga. Ko'nglim davlat xoinlar qo'rqinchidan titragan bir holda qalam tebrataman. Bir hamyon oltin deb O'taboy dushmanlaringiz tarafiga o'tdi. Meni esa sizga shikoyat qilmog'imdan qo'rqib zindonga tashlamoqchi bo'ldi. Ammo davlatlari yo'ru berib, sadoqatli xizmatkorlaringizdan bo'lgan Marg'ilon Qurboshining yordami bilan arang qutulishga muvaffaq bo'ldim. Chilim keltirilsin. Men O'taboy va Otabek kabi xoinlarni kundan kunga kuch olib, davlati Shahriyorga dahshatli bir falokat tug'dirishidan qayg'uraman. Yosh xonimga tinch va shavkatli davr, davlat xoinlariga o'lim tilab, bir g'aribi bechora. Eshitdingizmi o'g'lim? Azizbek bilan Yusufbek bizga nimalar qilmoqchi bo'ladilar? O'zimizni sodiq kishimiz deb o'ylagan O'taboy ham dushmanlarimiz bilan birgalashib boshlagan. Mayli, qo'llaridan kelganlarni qilib ko'rsinlar-chi. Biz ham bundan keyin ko'rnamaklar bilan qiladigan muomalamizni bilarmiz. Hammadan ham O'taboyni aytingiz. Juda ablah odam ekan. Hech bo'lmaganda meni siylamaganda ham sizga rioya qilish kerak. Menda gunoh yo'q. Qo'yvoringlar, tavba. Axir sizlarga yaxshilik qilmoqchi edim, sizlarni o'ylagan edim. Tavba qildim, qo'yvoringlar. Menda gunoh yo'q. Bek, meni kechiring, mendan xato o'tdi, Bek. Qulingiz bo'lay, Bek, meni kechiring. Ko'rnamak. Olib chiqing bu itni. Bek, meni kechiring. Gunohimdan o'ting, Bek. Meni kechiring, mendan xato o'tdi. Rahmingiz kelsin. Taqsir, xon janoblardan so'raydirgan bir ikkita tilaklarim bor. So'rangiz, hoji. Xon bermasa, olib berishga men kafil. Qulluq. Yusufbek hojini
qurg'an hiylalarga Marg'ilon kalvaklari tushunmasalar ham biz tushuna olamiz. Xudoycha, Labbay. haligi Qushbegi bilan kelgan yigitni huzurimizga hozirlang. Xo'p bo'ladi, taqsir. Menga qarang, bek yigit. Siz kim bo'lasiz? Men Otabek. Dunyoda Otabekdan ko'pi bormi? Siz qanday Otabek? Otabek Yusufbek hoji o'g'li. Ana, shundoq deng. Toshkentlik Yusufbek hoji kim? Azizbegimizda gumashtasi bo'lgan zoti sharifning o'g'illari. Ha? Nega javob bermaysan? Siz meni qanday tanigan bo'lsangiz bo'lingiz. Men o'shandoq kishining o'g'li. Buyrug'ingizni beraveringiz. Dav yuraging bor ekan, bek yigit. Ayfki, gunohing bo'yningda. Hoyin! Jallod! Olib chiqing. Toshkentdan chopar bor. Kirsin. Toshkentlik chopar kirsin. Birozdan so'ng. Otabek, bolaginam. Omonmisiz? Adab! Sen kim chopari? Nori Muhammad Qushbegining taqsir. Qayerdan? Toshkentdan taqsir. Yosh xonimizga va padar aruz shahanshoh musulmon qul Bahodir huzurlariga faqir qullari Toshkentdan sipohlar bilan umidsiz qaytishga majbur bo'lib, kirovchi yaqiniga yetgan ham edik, orqamizdan bir chopar yetib, Toshkentda Azizbekka qarshi isyon boshlanganini, bizni ko'mak uchun Yusufbek hoji Toshkentga chaqirganligini so'zlab, uning ismidan bir maktub berdim.